Assalomu alaykum do'stlar. Hamma tinch va yaxshimisizlar? Mana Xudo xolasa yangi obyektimiz ishlarimizni bir chekkadan boshlab oldik. Ana bu xona Xudo xolasa mehmonxona. Hamma yo'llarimiz mana figuralar bo'yicha hamma tizimlar berilgan, razmerlarigacha berilgan, xulosa bitish holatlari. Bu yerdagi mehmonxonalar ancha bo'lgan ekan. Bunaqa figuralar qilganimizga vaqt o'tdi mana. Chunki tumonlar, ana figuralar anchadan beri qilmadik. Bu yerlar chekkalar duralet, aytgandek bu xonani ham har bitta oraliklari duraletlar bor. Bu yerda figuralarning ichlarida o'zi ayolimiz bu yeri mana mehmonxona. Chekkalar razmeri 60 berilgan. Albatta tomonga mana tomon sal kattaroq 80 berilgan. Chuqurlari 10 santimetrlik chuqur qildik bort ichini. Bu yoqqa mebel bo'ladi. Chizmada sal kattaroq berilgan edi. Xudo xolasa bu yoqda yana xonalarimiz bor. Bitta, ikkita, uchta xona ular endi xudo xolasa. Bu yeri koridor. Bu yoq mana xudo xolasa koridorda bitish holatlari. Hozir figuralarni chiroyli qilib yana bir qator ishlar oxirida rasmlarni videolarni qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat.